ichimda qora narsa yo'q lekin bora yuragim qora Qarasa, Belginanga joyga boryapman. yo'qdir bir chora tezroq men ham shu yerda kutib turibman. Bo'ldi, jigar. qara ahvolim guldek so'ndim-ku. Alo, Bahrom qayerdasan? yo'ldaman mana ketyapman. Tezroq unutdim, qanotdan kelyapti. Ha, hozir boryapman. Maktab oldida kutib turibman. Xo'p, hozir. Yarim nimaga? Ha, zaydal qildi, telefon bo'lib. Bir ish keldi boshlagan ish bog'layapti. Buncha qizlarga o'xshab uydan chiqishinglar qilgan. Dastur nima chiqyapmiz mana? Tezroq bo'lish kerak edi-da. Yani nima ish keldi? Chaqirding? Hozir Asadga Chaqirimda tez. Vayma qilishma, shu yerdaman, keldim. Ozgina ushlanib qoldim-da. Shoh, nega? Nuri, sizmisan? Nimaga? Shoh, sen nima hammani to'plab olding? Mana maktabni ham bitirdi. Endi kim nima ish qilmoqchi ashini bilay. Meni uydagilarim o'qishimga qarshilik qilyapti. Menimcha ishlasam kerak, jigar. Nuri, senchi? Uydagilar ishlar deyishyapti, pul topish kerak-da, jigar. Bahrom, Menda ham shu muammo. xohlasanglar menda bitta taklif bor. Qanaqa taklif? Yog'och sotamiz. Bu ishda oxiri yomonlik bilan tugashi mumkin. Dalbayab normal foyda qoladi. Nurik, bunga nima deymiz? O'ylab kelish kerak lekin. To'g'ri, hammada hozir pul muammo, lekin jigar bu taklifingni bir qator o'ylab ko'rish kerak. Xavfli-ku. So'rasa kechga javobini aytaman. Alo, assalomu alaykum dada. Kecha kompyuter o'ynagani boruvdim. Dada, men ham atayloq qilmadim, ha? Kecha boruvdim ish qidirgani. Voy, bilyat, qarzlar tiryapti har qarada. Shohga telefon qilay. Alo. Shoh, taklifingga roziman. Va, bilaq xumorda yutqizib qo'ydim-ku. Endi nima qilaman? Shohga telefon qilay. Alo, Shoh, qayerdasan? Taklifingga roziman. Ketyapman.